Hammaga salom bola. Bugun bizlar Minecraftda qishloqlar topib ko'ramiz. Birinchida bizlar playni bosamiz. Bosgandan keyin mana bu new degan joy ustiga bitta bosamiz. Keyin advanced bosamiz. Biza seedga birinchi bunday deb yozamiz. Mama Mose yangilar oxirida chiqishi uchun oxirigacha ko'ring. Albatta. Mose deb Mama Mose. keyin mana buni bosamiz. Creative World'da bosganimizdan keyin to'g'rimizda kattagina qishloq chiqadi. Bu qishloqda sizlar kompotli, lekin bitta bu qishloqda o'zinglar xohlagancha narsa qursanglar bo'ladi. Buni katta hajmi tak mana sherdan shuncha katta birga bir qop pul chiqadi. Ana yo'q. Endi bizlar ikkinchi qishloqqa o'tamiz. Okey bolalar, yana shu bosganlarimizni takrorlaymiz. Mana shu nevni bosamiz yana bir marta. Keyin yana advanced. Berga hero sand deb yozamiz. Keyin mana buni bosamiz. Mana bu Creative World bosamiz. Hero sand. Keyin bizlarga mana shu paydo bo'lgan joylardan mana shu to'g'riga qarab ketamiz. To'g'riga qarab ketganlardan keyin yoninglarda qishloq chiqadi. U kimga o'xshagan? Lekin agar chiqmasa bolalar shaklarni eng balandiga qo'yib qidiringlar. Qotsa ham menga. Men o'zi shaklarni balandiga qo'yib qo'ydim va keyingi qishloqqa o'tamiz. Okey, endi yana bitta shuni bosamiz, keyin yana advanced. Endi Mimi degan zonani ochamiz. Mimida bizlar mana shu yerda paydo bo'lamiz. Bola bizga chaklarni balandligi kerak emas, o'rtacha. Qaranglar, bir narsa o'rgatib ketay. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita. Mana shu blokcha qo'yamiz. Qaranglar, mana shu yerdan 6 blok nariyada plus bir balo bor. Ana qaranglar, paydo bo'lganlaringdan mana shu yerga paydo bo'lasizlar. Uyga qarab, mana shu uyni pastiga tushib, mana shu yerda 6 blok mana shunday qilib bitta yerda qossanglar, zo'r narsa chiqadi. Tushamiz. Okey, u unchalik ham past emas. Shuning uchun mana sizlar uchun sovg'a narsa chiqadi. Wow, bu Ender Dragon portali. Bola, bu eski Minecraftlik uchun Ender Dragon portalini ko'zi yo'q. Lekin bor. Mana bu yerda ko'z qanday turibdi? Buni kim biladi bolalar? Ko'z qanday? Agar survivalga tushadimi shuni sindirsa. Tushmasa kerak. Qilib ko'ringlar, keyin bizga yozasizlar. Albatta kommentimizga yozib qoldiring. Bu video ham chiqishi mumkin. Bola bizga yana 30 ta yangi obunachi kerak. Chunki bizning maqsadimiz 100 ta bo'lish kerak. Shuning uchun keyingi qishloqqa o'tamiz.
Okey, yana shu eski narsalarimizni bosamiz. Endi yangi qishloqlarga o'tdik. 47 deb yozasizlar Creative World va sizlar oldinglarda qishloq chiqadi. Bu qishloqda yarmi yo'q uylar bor. Mana oddiy zona. Bitta videomda ko'rgansizlar-ku. Mana shu uyda Leonard bloklarni yangilattirib, devorcha qurdirib, narsa qilib, yarmini mana shu yerdan narsa qilib tashlaganlar. Men mana shu yerdan yerga tepaga ko'targanman. Bu yerda qavat qurganman. Va biz endi keyingi qishloqqa o'tamiz. Ana endi qo'rqinchli qishloq. Shunday qilib yozib olamiz. 8 qilib ketdi. Qo'rqinchli qishloq. Men o'ynayapman ko'zi. Katta harf bilan yozilmasmi? Katta harf bilan. Bolalar adashib tushdik. Skyblockda yashaymiz. Skyblockda yashash videosi chiqishi xohlamoqchilarga bizlar xullas shu 100 ta bo'lganimizdan keyin Skyblockda yashash videosi chiqadi. Hozir bizlar qishloqda adashib tushdik. Hozir to'g'rilaymiz. Ana setga qarasanglar bo'ladi. Endi to'g'ri yozdik menimcha. To'g'ri yozdikmi? To'g'ri yozmiz. Bu qishloq qo'rqinchli qishloq. Bu yerda skrimer bo'ladi deyishadi. Ishonmanglar. Va Parkrov Minecraftman. Parkrov Interham. Bu yerda shunaqa sizlarga sovg'a bo'lgan narsalarni olasizlar va bu yerga bunday qilasizlar. Buni hozir videoni oxirida qilamiz. Bu narsani keyingi qishloqqa o'tsak nima deysizlar? Endi keyingi qishlog'imiz Bu Pof qishlog'i. Pof deb yozamiz. Tog'dagi qishloq chiqib keladi oldimizdan. Lekin bu qishloq menga yoqmaydi. Leonard yoqmaydi. Men eng yoqtirgan qishlog'im. Chunki bu yerda tekis joy cheksiz. Mana bu yerda katta uy, mana yerdan juda katta. O'tam yo'q bolalar, bu sizlar uchun kayf bo'ladi. Bu yerdan juda zo'r o'yin qilsa bo'ladi. Qishloqda ana kompot uyi bo'lsa menga yoqadi. Yo'qda afsuski. Keyingi qishloqqa o'tamiz. Endi keyingi qishlog'imiz 3 ta yumshoq. Hammasi kichkina. Mana shunday deb yozasizlar. Mana shunday deb yozasizlar. Keyin sizlarga qishloq chiqadi. Bu yerda ikkita kompot uyi bor, bo'lishib olsanglar bo'ladi. Kimdandir. Lekin chap tarafdagi qishloq, o'ng tarafdagi qishloq. Dondan-zikidan bilasizlar buni. O'ynaysizlar, kim yutsa ana shu zo'riga boradi. Yutqazgan, yutsa mana shunga keladi yo. Yutganman. Unisini ko'ramiz. O'ng tarafda bilaman kichkina, beman narsa bor chunki ko'rib chiqqaman. Aytdim-ku, lekin ikkita non. 6 ta obsidianli bo'ladi. Okey, bolalar. Endi esa keyingi qishloqqa o'tamiz. Bu qishloqning ko'p kishi bilmaydi bu qishloqda. Bu 3 ta 9 qishlog'i. Ve 3 ta 9 qilganlardagi to'g'rilarda kichkinagina qishloqcha chiqadi. Bu qishloqda men birinchi marta o'ynamayapman. Kompotda bevan eski narsa bor, lekin ishton obsidian olmoshda. Shularda obsidian, bitta ishtoncha. Bolalar, xullas men water dropper bitta ham biroq qilich tog'lasanglar, like bosinglar, 100 taga chiqaringlar. Ko'rdinglarmi? Water dropper man.
Shu bilan videomiz tugadi. Hammaga xayr. Agar Like yana bilan tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. agar yana shunaqa qishloq topish videosi kerak bo'lsa, yana mani 100 tagacha 80, 90, 100, 110 tagacha olib chiqinglar. Sizlarga reklama. Birinchi kanal bu Nastinika pastki chiziqcha UZB. Ikkinchisi esa yana ortga ham obuna bo'lib qo'ying. Ikkitagina kanal. Xayr.